Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Keling. O'qing odam. Qani ilohi amin. O'tganlarni Allohim rahmatiga olgan bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat. Siz mumkinmi? Siz bilan gaplashib olishmoqchi. Alo. Allo. Kim bu? Kimligimni bilishing shart emas. Faqat men so'rayotgan narsani qayerdaligini bilsang bo'ldi. Tushunmadim. Hozir tushunib olasan. Otang Karim akada noyob qadimiy kitob bor edi. Bu kitob bizga tegishli. Sen uni tezroq topib berishing kerak. Tushunmadim. Nimalar haqida gapiryapsiz? Qanaqa kitob? Ortiqcha savol berma. O'zingga yaxshi bo'ladi. Senga 5 kun muhlat. Alo. Alo. Aka, to'xtang. Nimaga dedim bittagina rasmni seyfga bunchalik yashirib qo'ygan? Bu kim bo'ldi o'zi? Samiraxon, senga sabr bersin. Adang juda ham yaxshi odam edilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Mahallaga ham juda ham ko'p yaxshiliklar qilgan, yordam berganlar. Samira, qarab o'rgin. Men hozir
Tinchlikmi aka? Samira, sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Dadam senga qadimiy kitob haqida gapirganmidilar? Qadimiy kitob? Yo'q, gapirmaganlar. Mayli, sen boraver. Mehmonlarga qaraver. Xo'p. Aka, bu yoqqa qarab oling. Ha, ukam. Aka, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Hop. Mabodo dadam sizga birorta kitob haqida gapirmaganmidilar? Kitob? Ha, Qanaqa kitob? haligi oxirgi marta telefon qilganlarida qadimiy kitoblarga qiziqib qolganlarini aytgandilar. Ularni yig'moqchi bo'lganini aytdilar. O'shanga so'rayotgandim. Topgan gapingni qara, ukam, shu paytda. Qadimiy kitobmish. Ha, otamni yozgan kitoblari uyda to'la yotibdi-yu. Aka, men jiddiy so'rayapman sizdan. Men bilmaymanmi? Meni bilasan-ku, men unaqa kitoblarga qiziqmayman. Shunga chaqirdingmi? Ha, Bo'pti. Oyijon, Ha, kel bolam. sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Mayli. Otam sizga qadimiy kitob haqida gapirmaganmidilar? Yo'q bolam. Bu haqda sendan birinchi marta eshitishim. Uyda faqat o'zlari yozgan kitoblar, o'zlari yoqtirgan adiblarni kitoblarini yiqqandilar kolleksiya qilib. Xonalariga kirsang ko'rasan. Lekin qadimiy kitob to'g'risida hech narsa demaganlar. Oy, sizdan imzo oling. Biz o'zimiz mehmonlarga qaraymiz. Xo'p bolam. Xo'p. Hozir. Kechirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yozuvchi Karim Sulaymonovning uyi shumi? Shu. Men u kishining o'g'liman. Meni ismim Maftuna. Bir masalada otangiz bilan maslahatlashib olishim kerak. U kishini ko'rsam bo'ladimi? Afsuski, buni iloji yo'q. Nega? Ko'rishning iloji yo'qmi? U kishi vafot etdilar. Qanaqa qilib? Yurak xuruji. Unda siz bilan gaplashib olsam bo'ladimi? Bu juda ham muhim. Men advokatman. Marhamat. Otangizdan shu rasm haqida so'ramoqchi edim. Rasmdagi Farruh Oripovga qanaqa aloqalari borligini bilish uchun keldim. Rasmdagi yigit ismi Farruhmi? Ha. Farruh aka meni qaylig'im edi. U kishi otangizdan 2 kun avval vafot etdi. Uydan chiqib ketganda ish stolida mana shu rasm qolib ketgan. Qanday qilib vafot etdi?
kutilmaganda o'z mashinasida portlab yonib ketdi. Farruh akam shifokor edi. Menimcha u kishini joniga qasd qilishgan. Chunki mashina o'z-o'zidan portlamaydi. Tushunaman. Nima dedingiz? Yo'q, o'zim shunchaki. Hamma Farruh akani o'limini tasodifiy hodisa dedi. Men esa bunga ishonmayman. Shuni tekshirish uchun ham bu yerga keldim. Bilmadim. To'g'risini aytsam, men ham hayronman. Chunki o'zi Toshkentga kelganimga 4 kun bo'ldi. Lekin men sizga rasmni ko'rsatganimda nimadir biladigandek ko'rindingiz. Sizga shunaqa tuyulgan bo'lsa kerak. Bu rasm haqida hech narsa bilmayman. Balki. Menga boshqa savolingiz yo'qmi? Yo'q, mayli, rahmat. Xo'p. Bu yigit nimanidir biladi, ammo yashiryapti. Suratga qarashdan ma'lum. Bu yerda bir gap bor.